Assalomu alaykum, tordagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz mərhum Abdulhakim Baqi İltəbir akkimiz tərəfindən yazılğan, Uyg'urlarning ma'naviy onasi bo'lgan Rabi'a Qodir xonimning hayot qismatlari putilgan O'limdan qaytgan mahbus degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldin qismlarda biz Rabia'ning oilasi uchun ko'p tirishchanlik va badallarni to'lab kelganligi, eng oxirida 15 yaşında nikah turmuşini tanlagan yerlerini o'qib o'tgan edik. Endi davomini o'qiymiz. 6 balaning mahallining onasi. 1966-yili may oylari edi. Rabia ana bo'lib bolasini erkiltib biqib yurgan kunlarda hamma yerda ta'tir quyunlar chiqib, na hukumatning, na shaharning egisi qolmadi. O'quvchilar, kishilar talabadek bir-birini tilishib, kimlarnidir qariyib dushman deb ko'chalarda sazoyi qilib, hamma kishini dakka-dukkiga soldi. Idoralar, maktablar taqaldi. Dal shu kunlarda Oltoyda Qodirjonni saqchilar tutib olib, hukumatning o'rinlashtirishiga bo'ysunmay qechib yurgan unsur deb sulab qo'ydi. 15 kun bo'lganda koni tunishlar salo qilib yurib qutuldirib chiqib Oqsuga qochiribdi. Qodirjon kelib xotin bolalari bilan yuz ko'rishib, xizmati taqsim qilingan Kucha nahiyasiga ularni elib ketib qoldi. Rabia Abdurahimjonning uyida fidokor qo'ldek samimiy ishlashga boshladi. U so'ygu muhabbat, xotin degandek yoshlik tuyg'ularini asla his qila olmadi. U Abdurahimjon erimu, oqsimu, tog'isimu ish qilib hech farq qila olmas holda samimiylik bilan oila mas'uliyatini ustiga olib, onalik burchini ado qildi. Shaharda hamma kishiga yeb yetmoqdan boshqa ish yo'q edi. Faqat Abdurahimjon ishlayotgan bankalar ba'zida organlarning maoshi kelsa tarqitib qo'yatdi. Odamlar ikki tarafga bo'lingan bo'lib, Avtonom rayonlik partkomdagi eng chong huquqdor bo'lgan Wang In-mauni yo'qotish tarafdorlari bilan qo'g'dug'uchilar mavjushini jon tikib qo'g'daymiz deb shuar to'lab, bir-birini pash qilib cho'ng xatlik tam gazetlarini chiqargan bo'lsa, oradan ko'p o'tmayla o'zaro tosh etishib jidal boshladi. Ikki taraf mavjushining yo'l yo'riqlari bo'yicha qalam bilan hujum qilish, alam bilan qo'g'dinish fatvolarini chiqarib, o'ttirda yugurib yurgan harbiylarning qo'llashi bilan qurollanib etishishga kirishdi. Bu chaqda jini tatliq odamlarning hammasi uylariga kirib olib talog'i chiqmadi. Yillar ana shundoq ansizchiliklar ichida o'tdi. Rabia uydan chiqmaydigan eri bilan billa boshqa ish yo'q, bola tug'ib, bola beqiverdi. Abdurahimjonning osh tomog'ini atdi, kirqatlarini yudi, tillasa gap yandurmadi, ursa qo'l yandurmadi. Arada Jahon bir oz tinchivdi, harbiylarning boshqurishida banka ish boshladi. Abdurahimjon Unsu nahiyalik bankining boshlig'i bo'lib amaliy o'sib, ular Unsuga ko'chib ketdi. Yangi mahallada hamma kishi banka boshlig'i deb Abdurahimjonga xushamat qilsa, boshliqning ayoli deb Rabiyani hurmat qiladi. Rabia qaqas cho'ldek bu qo'roga ko'chib kiribla, ishni ho'yla aram teriqchiligidan boshladi. Ishik oldidagi bo'sh yerlarga gul teridi, orqadagi oq yerlarni og'dirib ko'ktat teridi. Mahalladagi qulum qo'shlarni agashtirib chiqib, bekor yerlarning hammasiga ko'chat tikdi. Muashi yetmay qiynalib qolgan ishchi xizmatchilarning ayollariga maslahat berib, ularni qo'y, o'shga, kala beqishga, to'xu, o'rdak, to'shqon beqishga rag'batlantirdi. Aradan 2 yil o'tmayla mahalla daldaraq gul chechakka burkandi. Boshqurg'idek tuzuk boshliq yo'q. Hamma ishni so'raydigan so'rg'i yo'q bu kunlarda mahallada Rabia o'zi tabiiy holda boshliq bo'lib qoldi. Hammasi dardi bo'lsa Rabia bilan mungdashdi. Qiyinchiligi borlar Rabiadan maslahat so'rab ishni hal qildi. Urushib qolganlarmi Rabiani izlab holini aytdi. Rabia odillik bilan jidal oridi. U ayollarni tashkillab oilada rishilya ishlash, popayka to'qish, paypoq tikish, oyoq tikishdek ishlarni o'rgatdi. Bo'libmi ular tikkan kichik bolalarning oyoqlari ajoyib bozor topdi. Madaniyat inqilobi deb atalgan harakatning qalaymaqonchiliklari texi besiqmagan bo'lsa-mu, ammo kishilar jon beqish ehtiyoji uchun medirlashga boshlagan edi. Hukumat ta'minlaydigan magazin, do'konlarda mol bo'lmag'achqa, hamma odam qahatchilik ichida tipirlashga boshlagan edi. Shunga Rabia va uning mahallasidagilarning qorong'u bozor deb atalgan ko'chalarga o'g'irliqcha ilib kirgan qaymoq, sut qitiqlari, ko'ktatlari, paypoq, oyoq ro'mollari, kashtilik, rishiliyalik, parda, yotqan, ko'rpitishi degandek mollari nihoyat tik setiladi.
Mahaldagilarning hammasi pul tepib, bolalarini yaxshiroq beqib, qursqini to'yg'izish uchun xursand bo'lib, Robiyaga rahmat aytishatdi. Faqat Abdurahimjonla Robiyani to'solmay avar edi. Yillar shundoq o'taverdi. Robiyaning bolasi 6 ga yetdi. U oldi maktabga kirgan, keyni quchoqda emiyotgan 6 bolani beqib, yana mahaldagilar yetaklab, jon beqish yo'lda izinib yurib, 13 yilning qandoq o'tib ketganligini to'ymayli qoldi. 1977-yili Abdurahimjon Aqsu viloyatiga yig'inga ketgan edi. Shu kunlarda Robiyaning oyoq tikuvchilari jahon tinchidi, bozorlar izdiq tushdi, hukumatmi adil bo'lib qoldi deyishib, o'g'irliqcha sotgan mollarini texmi ko'paytdi. Bir kuni yangilar tashkillangan bozor boshqarish idorasi xodimlari kutilmaganda bir do'konga ich kiyim va bolalar oyoqlarini to'p o'tkazayotgan ikki ayolni tutib oldi. Mollarni bo'lsa musodir qildi. Arada Robiya Qodir bu ikki ayolni qutuldirib olish xiyolida bozor boshqarish idorasiga berib, hamma mol mening deb maydisi urdi. Hamda boshliqlarga tushundirsam qo'yib yetar deb o'yladi. Bozor boshqarish idorasining boshlig'i bo'lgan Xitoy bo'lsa, bu ishni cho'ngaytibdi. Shunday qilib, Robiya Qodir boshchiligidagi kapitalizmni tirildirish shaykisi tortib chiqarildi. Mahallaga soqchilar, bojigirlar, bozor boshqurishlar hamda nohiyaning amaldorlari kelib to'plandi. Ular butun xalqni yig'ib, yig'in ichib, uzun yillardan beri kapitalizm yo'liga mangan Robiya Qodirni tortib chiqarib kurash qildi. Uni xalqni beyish yo'liga boshlaganlik jinoyatini topshirishga zo'rladi. "Yo'qolsin, qorong'i bozorchi Robiya Qodir!" deb chortovlab, xalqmi agishib tovlashga boshladi. Lekin ichinish va hissdoshlik tuyg'ularini oshkora ifodalayotgan xalq Robiyani qanday qilib himoya qilishga qurbi yetmay azoblanayotdi. Robiya hayotida tunji qitim hukumat bilan xalqning, boshchiq bilan puhroning o'ttirsidagi bu ziddiyatning yeshilmas tugundek qattiq, tigi yo'q hongdek cho'nqur, yo sen tur, yo men turay degandek keskin ekanligini haqiqiy his qildi. Maymun o'ltirib yo'lbos qo'rqitimiz deb xalqni boshqurdiganlar atisi Robiyani uydan so'rab chiqib bo'yniga madaniyat inqilobining boshlanishida moda bo'lib qolgan qorong'u bozorchi Robiya degan xatlar yozilgan taxtini isib, beshiga 1 metr uzunlikdagi kapitalizm qalpig'ini kiydirib, qo'liga bir tayoq bilan eski jangni tutqizib, "Men xalqni kapitalizm yo'liga boshlagan dushman. Men qorong'u bozorchi Robiya. Yo'qolsin, Robiya Qodir!" deb to'lab yurib, jang chalg'uzib, nahiya ko'chalarini aylantirib sazo yiqildi. Bu vaqt dal Abdurahimjonning Aqsudagi yig'ini tugitib qaytib kelgan vaqtiga to'g'ri keldi. U ayoli Robiyaning ko'chada jang chalib sazoyi bo'layotganligini ko'zi bilan ko'rdi hamda oldi-keyni qaramay uyga qochib ketdi. U viloyatdagi yig'in jarayonida boshqalardan o'zining nahiyaga hokim bo'lganligi haqidagi mish-mish gaplarni anglab, burunqidimi bekrak gidiyib mag'rur kelgan edi. U bu qitimqi sazoyi ishidan keyin numus qilib ulayli dedi. Kech kirganda mahalla aktivlari Robiyan uyiga akirib qo'yishdi. Abdurahimjon yig'azori bilan uyni bishig'i kiygan 6 bolaning oldida Robiyaga vaqirdi. "Nega borsang godoylarning bishini silayman deb bola terib yuriysan? Mana endi to'ydingmi? Mana nima numus bu? Men degan rahbariy Qodir tursam, singdek qorong'u bozorchi bilan qaysi yuzimni ko'tarib uy tutman? Yo'qol ko'zimdan, darhol yo'qol. 3 taloq!" Robiyaning quliqiga uning nimalarni davatqini kiribmi qo'ymadi. U faqat bir kun osh tashlanib qolgan bolalarining g'imida ovor edi. Yilimi yaxshi qo'shnilar bolalarga o'g'irliqcha tamoq choy berib turibdi. Robiya til ahona tayoqlar ichida bir necha kunni o'tkazgandan keyin nahiyalik sotning ajrishish haqidagi chaqirig'ini topshirib oldi. Adolatsiz sotning rahimsiz hukmi. Robiya sot desa, Hindistonning Sargandan kinosidagi hashamatlik binodagi surlik sotxona, hayvati qasqan shapkilarini kiyishib, ko'z aynakini burnining uchiga taqab, qator o'ltirgan sotchilar, ikki tarafda ratlik o'ltirishgan advokat va arz qilg'uchi, ayibliguvchilar, jinoyatchini yalab kirgan qurolli soqchilar va sotni kuzatib turgan yuzlarcha odamni ko'z oldiga keltirgan edi. U bugun nahiyalik xalq sot mahkamasi degan vivizga isilgan 10 yillar ilgari maktab binosi bo'lib,
Hökumət tartib edib soçilarga bergan bir qavatlik 4-5 eg'iz uyi bor, tomlari oqartilmagan kon uylarning oldiga kelganida bir nafar saqchi uni deriza aynaklari sunuq, ramlari, partilari sirlanmagan, tom to'rislarini to'pa bisib ketgan bir uyga boshlab kirdi. Uyda 4 nafar kishi o'ltiradi. O'ngib ketgan ko'k chaponni kiygan, qasqini maylashib ketgan kona shapkisini beshining cho'qqisiga tashlab qo'ygan, qip-qizil ko'zi ishib ketgan birsi sochchi qiyofatida o'ttirda o'ltiradi. Uni oqshom o'lgicha haraq ishkaligi chiroydan monaman deb chiqib turadi. Gazet qog'ozini pinah qilib yo'ga mo'qurqa to'ldirib tutashtirayotgan yana biri hamda uning yinida qalam, qog'ozni tutib o'tirgan ayol sochchining yordamchilarida qiladi. Ularning o'tilda Abdurahimjon tamakisini pushqurtib, chekib, bahramon o'ltiradi. Sochchi Rabiyaga sol tarafdagi bo'sh o'rindiqni o'ltirish uchun ko'rsatdi. "Xo'sh, ishimizni boshlayverayli. Oshxonaga o'zib tashlab suyuqosh buyurib qo'ygan edim", deb kuldi sochchi Saitiga va "Pulini sen to'laysan" degandek Abdurahimjonga qarab qo'yib so'zini davomlashtirib. "Shundoq qilib, ajrashadigan bo'ldinglar. Shundoq, men bu xotin bilan 10 necha yil uy tutgan bilan faqatla yaxshi ko'rib baxmadim. Xuddi meni yaxshi ko'rib baxmagandek ko'ngilsiz yashadim. Shun ajrashiman", dedi Abdurahimjon qisqalik qilib. "Ha, sening nim fikring bor? Men 13 yildan beri 6 bolamni deb uning xizmatini qildim. Endi ajrashiman desa ixtiyoriy. Lekin u bolalarimga onalik mehrini yetkazolmaydi. Bolalarimning birsini bermayman. Bolalarimni o'gay onaga tashlab bermayman. Agar bolalarimni bermasa qat'iy ajrashmayman", dedi Robiya. Sochchi qapqini so'zib, yer ostini Robiyaga qarab qo'yib, osmonga tikilib beparvo so'zlashga boshladi. "Ey xotin, ya makoning, ya xizmating bo'lmasa, ya puling bo'lmasa, ya ish o'qiting, madaniyat saviyering bo'lmasa, xan sochimi bilmasang, 6 balni qandoq boqsan, so'zlab boqa. Balalarni ko'chada osh qo'yidi bu, qorong'i bozorchilik qilaman deb." Abdurahimjon so'z qistirdi. Robiya to'kmat va kamsitishlardan jasoratlanib ovozini ko'tarib mundaq dedi: "Men qo'yib ber demidim. Sen ajrashiman deding. Sen meni yillab kaynimda yalvurib yurib, kuyib pishib, oshiq bo'lib olgan eding. 13 yildan beri meni xorlading, urding, chillading. Qafasga solamoqchi bo'lgandek, o'yga solab qo'yib erkinligimni bo'g'moqchi bo'lding. Men sana pulsiz, imkonsiz qolganimda onamni, ufqlarim deb tegdim. Bilib qo'y. Bugun sening oldingda burunqi 15 yoshlik sodda, o'smir Robiya emas, aqlliq, tadbirlik, 6 farzandning istiqbolini o'ylaydigan, o'zining jamiyatdagi o'rnini topalaydigan, qaysar irodalik Robiya turdi. Sen o'qigan qonunni men o'qidim. Endi meni bo'zaq qila olmaysan." "Hey, nimanga cho'ng so'zlaysan?" Abdurahimjon o'ngib ketdi. Robiya sochchi qarab so'zini davomlashtirdi. "Bilaman, sochchi xo'jam. Har qaysilari bir dasturxonning haqam soyilari, hammalari amaldor, puli bor, yo'li bor kishilar. Men 13 yildan beri Abdurahim shakilgila ishkopga tizib qo'ygan, ammo o'zi bir qitim o'qib boqmagan yuzlarcha kitobni o'qib chiqdim. Siyosat, tarix, adabiyot temlaridagi kitoblarni, romanlarni astoydil ko'rib chiqdim. Bilim oldim, qalbim yo'ridi, ko'nglim kengaydi, tafakkurim cho'nqurladi. Tayyortab xushomadchilar shahar so'raydigan bu jamiyat mening qobiliyatimga, iqtidorimga yo'l bermadi. Lekin shuni deb qo'yay, Abdurahim, sen ko'rib tur. Men pul topaman, 100 obro'y topaman, huquq topaman, milliardlab pul tepib, sana haqiqatni ko'rsatib qo'yman. Oxirgi so'zim bir, 6 balni bermasang ajrashmayman. Sen chal o'rgangan nikoh qonuni men xilib chiqib o'rganganman." Sochchi hanviqib turib qoldi. Yordamchisi hayajonlanib Robiyaga hissdoshligini ochiq ifodaladi. Kotib ayol bo'lsa ko'z yoshin surtib, kinolardagidek ta'sirli bu manzarani ko'rib mishildab yig'lamoqda edi. Hayotida oldida titrab turgan talay xotinlarni qo'rqitib, tillab bir taraf qilib o'ginib qolgan sochchi endi huduqib nim deyishni bilolmay, oxiri Abdurahimjonga qaradi. "Qanday qilsa adosh? Xotining ching yerdan tutib oldi", dedi.
Abdurahimjon zuvan sürmedi, chunki u Robiyani so'z bilan yengolmaydiganligini obdan bilatdi. "Bo'pti, alsun bolalarni, qani ko'rib boqay. Ko'chada qolganda baribir yana o'zim ekirib olaman", dedi Abdurahimjon yolg'on xotirjam qiyofatda. "So'chig'ujam, hukmni chiqarib bo'lib, ikki taraf qo'l qo'yib bo'lib, muhr besilgandan keyin hukmnomning bir nusxasini menga berala qonun bo'yicha. Texi rozi bo'lmasam, yana yuqorilab sunamdim, hozir bilmayman", dedi Robiya zarda bilan. Robiyaning ham talab shartlari putukka yezildi. U qayta-qaytlab o'qib chiqqandan keyin qo'l qo'ydi hamda bir nusxani ilib sotdan mardona qadam tashlab chiqib ketdi. Abdurahimjon bir qancha kun ilgari Robiya bilan to'xtamay jiddallashib yurib, bolalarini opasining uyiga opirib olgan edi. Robiya sud hukmidan keyin uy bisotlarini besiq turib, makkallashib olguncha bolalarining qiynonisining qishida 3 oy muhlat bilan turishiga ruxsat qildi. Pul tepish oson, aql bo'lsa. Uyg'urlar oqsoq xalq, g'urur bilan yashashni, boyvachidek yurishni yaxshi ko'rdi. Ikki non topsa, birini dab qilib chilib o'ynaydi. Almisoqdan beri 9 tal bo'lg'ashqa, nesibisin ortiq boylik tepishni o'ylamaydi. Mo'zdozlik, satrashlik, kir yuyish degandek ishlarni past ko'rdi. Ammo banka, zimin, suv, tuproq degandek pul chiqadigan yerning hammasini hukumat tortib olib xalqni nomrod qilib qo'ygan bugungidek ahvolda pulning hammasi shu xalq past ko'rayotgan mulozimat kasblarida emasmi? Pulni jiq topsan, savobni olasan, elni rozi qilsan. Nimishqa bu ishlarni qilsaq bo'lmog'idek? 6 oydimi dadam shundaq ishlarni qilgan edi-ku. Robiya yo'l bo'yi shularni xiyol qilib, sotdan chiqqan peti udul uyiga emas, qo'shnisining uyiga kirdi va 3 kunlik muhlat bilan 30 so'm qarz pul so'rab oldi. U do'konga kirib bir dona karishnovoy ro'mol setib olib yuzini yopdi. Bir dona kir yuydigan cho'ng dos hamda yog'och taxta setib oldi. Abdurahim uydan ko'p yiroqlab mingib, boshqa bir mahalladagi yolg'iz mo'mayning qo'rosin bir eg'iz uyni 10 so'mga ijaraga oldi. Ismini Buxalchixonga o'zgartdi. Abdurahim Robiyani quchog'iga opasining yoniga ketdi deb o'yladi. Robiya bir qancha kungacha yangi mahalla atrofidagi kadrlarning, ishchi xizmatchilarning kiyim-kechaklarini yig'ib yuvishni boshlab bir Uyg'ur ayolning paranja ichida turib, kir yuvishga jasorat qilib ishga oldiga kelganidan har qanday inson ta'sirlanadi. Chunki Uyg'urlardan kir yuyaman deb o'tirib chiqqan kishini, yana kelib ayol kishini har kim tunji qitim ko'ryotadi. Robiya aslida paranjigimi o'ralmagan bo'ladi. U qilgan ishni hargiz nomus qilishni xohlamaydi. Aksicha halol mehnatidan faxrlanadi. Biroq u bolalarining maktabda kirchi xotinning bolasi deb kamsitilishidan, go'da qalbining azor yeb qilishidan ansirabla yuzini to'sib olgan edi. Hafta o'tganda kirqat yog'izdiganlar rasmiy 3 ratda turishga boshladi. Robiya ko'nglak ishton chapallarning har birini qilin nepizligiga qarata 5 tiyindan 10 tiyingacha, yotqan ko'rpa paxtliq kiyimlarni 10 tiyindan 20 tiyingacha yudi. Uy kiyimlarni egisiga pak-pak yuyib, quritib, dazmal silib, qir chiqirib chiroyli qatlab beradi. Yirtiqlari bo'lsa yamab, tugmalarini qadab qo'yadi. Shunga hamma kishi memnun bo'lib qolmay, tunish bilishlarni boshlab keladi. Robiya dastlabki kunlarda kuniga 100 qur kiyim yudi. 10 necha yotqan ko'rpa teshi yudi. Shunda qilib, bir kuniga 10 so'mdan 15 so'mgacha kirim qildi. Bu jafoliq emgakdan kirgan bir oylik kirim Abdurahimdek amaldorlarning hukumatning ko'ziga qarab telmirib, bir oy g'alchilik qilib oldigan maoshidan nechas yuqori bo'ldi. Robiya bir oydan keyin onasining yinidan ozoda uy ijaraga olib bolalarini o'rinlashtirdi. Oilaga bola boquvchi xizmatchi oldi. U 3 oy ichida bolasini biqib, yeb, ichib, 1000 so'm iqtisod qila oldi. Bu ay bu kunlarda Aqsu tavasidagi monument degan boyvachchining yoki boshliqning yenidan bunchalik pul chiqmaydi. U bolalariga bozor ichida bir oshxonada kassarlik qilyapman deb qo'yadi va ularni ishondirish maqsadida kunda degudek ularga bozordan polo, manta, samsa degandek taomlarni akilib beradi.
Rabia her kuni bomdod bilan tang o'rnidan turib ishini boshlasa, qorong'i tushgacha to'xtamay ishlaydi. U dasining oldida mukchiyib o'ltirib, kirlarni qo'li bilan yog'och taxtaga surkaytdi. Ba'zida uning qo'llari qopirib, hatto qonab ketadi. Bu chaqda u qo'lini lati bilan mahkam tingib olib, ishini davomlashtiradi. Kuchab ittirib, ikki tizi shunda qizirib ketadiki, ko'nglak yoki ishton tegsa ichishib og'riydi. Kechalari uning bilaklari, putlari, beli siyqirab og'rib, uni uxlatmaydi. Shundaqdimi u kongda qatar yetib tatliq uxlayotgan omoq bolalarini o'ylag'inida suyunib ketadi. Vafosiz mansabparast Abdurahimdan hassalab ortiq pul tepib, bolalarini yaxshi yigizib, obdan kaydirib, maktabda xotirjam o'qitayotganligidan va onasi ukalariga cho'ng yordam qilayotganligidan xursand bo'ladi-da, og'riqlarini tuymay qoladi. Rabia bunchavala ko'p pul topgandan keyin dadisining "G'aznisang o'dakning peyda bo'l" degan so'zini eslab, yanada ko'proq pul tepishning yo'llarini izlamoqda edi. U vaqt ko'p ketadigan, jafoliq bu ishni tashlab etay desa, üzülmay kelayotgan xaridorlarga ko'z qiymaydi. Shunday qilib, u oilasida og'ir qiyinchilik bor, ammo ish topolmay qiynalib qolgan ikki cho'konni kir yuvish uyiga maoshliq ishchi qilib o'rinlashtirib qo'yib, o'zi yangi ishga tutish qildi. Kuchaning, Shayaning qo'za ko'rpisi azaldan har yerga donliq edi. Xeyli nupuzli kishilarimi kucha, Shayar qo'za ko'rpisidan, sansan terisidan, juva hatto quloqcha tikkizib kiyib oladi. Necha million Uyg'ur yashaydigan Xotan diyorda hamma kishi degudek salvar tomoq tikkizib kiyadi. Bularni odatda tomoqchilar tikib 5 so'mdan 10 so'mgacha sotadi. Rabia bir kuni tavakkul qilib ikki cho'ng sumkaga shu chaqda Uyg'ur yezlarida setib olg'ili bo'lmaydigan, hukumat do'konlarini yo'tkab akilib sotolmaydigan, ammo kishilar eng ehtiyojli bo'lgan tog'oq, yingna, yip, ish kiyim, yog'liq, kamput degandek narsalarni qachalab, Shayarning yezlariga qarab yo'lga chiqdi. Rabia yo'l bo'yi uy-mo'y kirib dehqonlar bilan hol-ahvol so'rashdi. Kerakli narsalarni ularga arzon bahoda setib berdi. Ashlab qo'ygan terlariga tegishdi. Hech nimasi yo'qlarga bekorga berdi. Dehqonlar uningda yo'q narsalarni so'rab qolsa, xotirlab olib kelar qitimda cho'qim ilib keldiganligiga va'da berdi. Uyg'ur dehqonlari tulumu mehmondo'st edi. Har qanday uydagilar avval Rabiyaga bir qacha qitiq bilan bir non ilib chiqib uni mehmon qiladi. Bir ayol qarindishining yeza arlab tijorat qilganligidan ta'sirlanib uningga zo'qlanib qaraydi. Rabia qo'za terilarini 3-5 so'mdan setib oldi. Ba'zida 10 so'mga 3 dona setib oldi. Sansan terilarni qimmatroq setib oldi. Shunda qilib bir qatimliq safardala 560 necha qo'zi terisi, 30 ga yaqin sansan teri yig'ib oldi. Terilar bekmo kona va paskina edi. U terilarni uyiga akilib qo'yib, tomoq bozoriga chiqib uchur egalladi. Bir tomoqchi uningga tuki yetib olgan kona terilarni zay yerga 24 soat ko'mib qo'yib, ondan yuyib tozalsa, terisi yumshab, tuki tik bo'lib paqiraydiganligini so'zlab berdi. Rabia yana bir tomoqchidan terilarning qog'iliq va xotellarda yaxshi pul bo'layotganligini bilib oldi. Rabia terilarni yuyib tozalab, yuk avtomobilga besib, qog'iliqqa yetib keldi. U bozorga chiqmay turibla xaridorlar mehmonxonaga yetib kelishga boshladi. Terilarni savdogarlar, tomoqchilar va dallollar 30 so'mdan baholab bo'lishib setib olishdi. Rabia 15 ming so'm pulni naq sanab xaltasiga soldi-da, darhol uyiga qaytmay, qog'iliqning bozorini araladi. Gilam bozoriga kelganda, sirtdan kelgan 2 nafar savdogarning yaxshi to'qilgan kona nusqiliq gilamdan 10-15 ni savdolashib elayotganligini ko'rdi. Surishtirib, ularning qumuldan kelganligini bilib oldi. Rabia shu kunila 80 so'm, 100 so'mdan jami 160 parcha gilam setib oldi-da, atisla qumulga qarab yo'lga chiqdi. U qumulga yetib kelganda, gilam bozorining qup-quruq turganligini, to'y qilish uchun gilam izlab kelgan xaridorlarning kutib turganligini ko'rdi. U gilamlarni yerlik bir savdogarga birini 260 so'mdan baholab to'p setib etdi. Shunda qilib uning kiri yuyib to'plagan 1000 so'mdan ortiq puli bir yillik yetmagan vaqt ichida necha domlabla 36 ming so'm bo'lib qoldi. Shu chaqlarda bütün Uyg'urlar orasida emas, Xitoy boyvachchilarining ishidimi 30-40 ming so'mlik bir boy texi o'tirg'i chiqmagan edi. Rabia bo'lsa hargizmi o'zini boy bo'lib tiqilib ketgandek emas, balki sot oldidagi milliardlab pul tepib, aql deganning, iqtidor deganning nimaligini san ko'rsatib qo'yman
degan so'zlarini eslab ishini endi boshlayotgandek his qilatdi. U texmo oddiy kiyinatdi, rohat farog'at qo'g'lashmaydi, urug' tuqqan tunish bilishlar orasida to'limi kamtar va muloyim edi. Rabia Urumchi kelib, Shayar, Kucha, Unsudagi Uyg'ur dehqonlari ehtiyoji bo'layotgan yelili yog'liq, china qacha, do'konlardan hech topqil bo'lmaydigan bag'irtoq, kusarga o'xshash mollarni setib olib, darhol yezlarni aralab teri yig'ishga boshladi. Rabia dehqonlarning 2 so'mdan sotamiz deb yig'ib qo'ygan terilarini 10 so'mdan setib oldi. Shuning bilan hamma yezlarda 2 so'mdan teri yig'ib Rabiyaga 10 so'mdan sotadigan ushaq tijoratchilar o'ttirg'i chiqdi. Ba'zilari yiroq yezlarni haftalab aylanib yurib, yuzlab teri yig'ib akilib, Rabiyaga o'tkizib, bir muncha pul tepib, xushalligidan ko'zlariga yosh yilib turib, "Obdan xonim, 5-10 yildan beri hukumatga qoto eshakdek ishlabmi qulimiz munchalik pul ko'rib boqmagan edi. Sizning barakatli tijorati hammamizni xush qildi. Xudoyim, sizdan 1000 martaba rozi bo'lsin. Rahmat sizga", deydi. Bir yildan keyin Rabiyaning sarmoyasi 200 ming so'mga yetdi. Rabiya Aqsudan qo'ro setib olib, bolalarini qaytarib keldi. Uyga xizmatchi ilib, bolalarini maktablarga o'rinlashtirdi. Uning oila hayoti endi tartibga tushdi. Qayg'u alamlar xushalliqqa, yo'qsizlik bayashotchilikqa almashqanda, kishining ruhiy kayfiyatimi, chekrimi tang o'zgarib bordi ekan. 29 yoshli Rabiya boshqadan zilvolishib, ko'zga ko'rinishga boshladi. Shunda qilib, bugungi kitob o'qishimiz mushargacha bo'ldi. Davomini kelaqatim o'qiymiz. Xayr, xo'sh, Allohga omonat.